Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorus ishqibozlari. Sizlar bilan Diyorus kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 11-mart, haftani seshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Xolnonbek mol bozoridan ena bola sigirlar qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarz etib boradi. Aka buni bolasizmi ekan? Nechinchi bola? Nechinchi bola? Nechinchi bolasi? 3-chi. Azomlashlar bolasi xonasi ekan. 3-chi yo 4-chi bola deyilyapti mana. Nechta suti bor ekan aka buni? Ekan 12 ta. 12 litr suv olinyapti. Mana azomlashlar molning bo'yi 1.25 atrofida chiqadi. Mo yo'g'onligi yo'g'on ekan. Bugun nech pul berishdi? Nech pul berishdi? Hali pul berishadi endi. Nech pul deyapsiz? 25 kami bor. 25 million narx aytilyapti. Hali savdosi bo'lmabdi. Aka, qanday telefon nomeri aytiladimi? Telefon nomeri aytiladimi qanday? Ayting. Aytib beraman. 94lik 389 1013 yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Bitta xo'jalik bor sigir ekan, sersu. Aka buni bolasizmi ekan? Nechinchi bola? Aziz obunachilar, bolasi xonachi, 3-chi bolasi deyilyapti. Molimiz bo'yi 1.20 plus chiqadi. Nechta suti bor ekan? 8 litr sutga berilyapti mana eminlari ham. Yenilari ham joyida ekan bu. Pulga nech pul berish to'g'rimi? 17 berishga. O'z nech pul deyapsiz? 20 million narx aytilayotgan, 17 million savdosi bo'lyapti ekan. Unisini bolasizmi? Nechinchi bola bu aka? Ikkinchi bola, bolasi xonajida ekan buni ham azomlashlar. Buni nechta suti bor ekan? 6 litr sut berilyapti. Buni ham bo'yi 1.20 plus chiqadi. Bunisiga nech pul berishdi? O'z nech pul deyapsiz? 22 million narx aytilyapti, 17 million 500 ming savdosi bo'lyapti ekan bu. Domlashlar. Xo'jalik bo'lib sigirlar ekan. Aka, telefon nomeri aytiladimi qisqalarga? 93lik 254 1171. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Pul yangilardan so'raganlar edi. Aka, bolanimi ekan? Bolasizmi? Nechinchi bola? 3-chi bola. Aziz obunachilar, 3-chi bola bolasi xonasida ekan. Mana yerlari. Nechta suti bor ekan buni? 8 litr sutga berilyapti. Bilinmabdi janob. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Bu o'zimiz Messi shvetlaridan yo'q, qirg'izdan o'tganmi, to'g'ri? 50 kilo deyilyapti. Somlashdan oqlimchu, hamma yo'g'i joyida ekan molda. Yo'g'onlari ham bunda yo'g'on. Mana. Bunga nech pul berishdi? Nech pul berish savdosi nech pul bo'ldi? 21,5. O'zlaringiz nech pul deyapsizlar? O'zlaringiz nech pul? 25 chekan. 25 million narx aytilyapti, 21,5 million savdosi bo'lyapti ekan somlashlar. Mana. Telefon nomeri aytiladimi to? Ayting. 94lik 94lik 053 4400. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana xo'jalik bo'lib sigirlarni. Bolamni bolasini ovozmi? Novvosmi bolasi? Nechinchi bola? ikkinchisi. Azomlashlar, ikkinchi bola bolasini ovoz ekan. U qanchalik bo'ldi? 3 oylik bor, bola. Xonada bormi yo'qmi? Nech? Yonday bolasi 3 oylik novvoscha, xonada yana 1 oylik bor ekan azomlashlar. Suti nechta ekan? 12 litr sutga berilyapti molimiz. Mana, oq yemni ekan yerlari. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Azomlashlar. Buni nech pul savdosi bo'lyapti? 200 ming kam 24 million bo'lyapti. O'z nech pul deyapsiz?
25 kam bo'lyapti. 25 million narx aytilyapti. 23 million 800 ming savdosi bo'lyapti ekan zo'mlashlar. Mana. Telefon nomeri aytiladimi? Dehqonchilikmi? Bozoringizni bersan. Bu novosmikan bu? Novosmikan? Nechinchi bola? Nechinchi bolasiz? Bilmayman, nechinchi bola shaharda deydi buni. Bola novos ekan. Baxtli bo'la. Bolasi kichkina edi, chiroyli. Nechta tuqqanini bilishmas ekan. Nechta suti bor? Yo, o'g'lim tasib qo'yibdi. Mana yenilari ham o'qiylar. Suti nechta ekan? 5-6 litr sutga berilyapti. O bola polvon ekan. Mana. Nimaga bu sizga beraman? Molimiz bo'yi 120 plus chiqadi. Sonrasida. Nech pul berishdi davomga? O'z nech pul deyapti? 20 million. 20 million narx aytilyapti. 17,5 million savdosi bo'lyapti. Bu bolasi qanchalik bo'ldi? 2 oylik deyilyapti. Mana sonrasida o'zi ham go'zal ekan. Telefon nomeri aytiladimi, to'g'ri? Buni sotib yuboramiz. Bo'ldi, bozoringizni bersin, to'g'ri. Aka, bu novoschami? Nechinchi bola? Olinmaydimi videoga? Aka, 21 million. 20. Nech pul bo'lyapti ekan savdo? 21 million 300 ming savdosi bo'lyapti ekan zo'mlashlarni. Ular novos ekan buni? Molimiz. Novos ekan bola. Zo'mlashlar bolasi novos ekan. Aka, bu novosmi, najimmi? Ha? 18 so'rash. Yo'q, xunajizami? Ha, xunajin. Nechinchi bola? Ikkinchi aka. Zo'mlashda ikkinchi bola bolasi xunasi ekan. Suti nechta ekan? 12 litr sutga berilyapti zo'mlashda. Ha. Yerlari ham tayyor ekan. 18 million savdosi bo'lyapti, deyapsiz, nech pul deyapsiz o'zingiz? 22 deyapman aka. 22 million narx aytilyapti ekan, 18 million savdosi bo'lyapti ekan. Molimiz bo'yi 125 atrofida chiqadi. Mana. Go'zal ekan. Aka, telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlar? 91lik 328 9078. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, zo'mlashlar. Xo'jalik bo'lib sizga deydi. To'g'ri, novoschami, onazimmi? Nechinchi bola? 3-chi bola, bolasi xunashlangan. Zo'mlashlar molimiz bo'yi 1.15 plus chiqadi. Mana yeriga yaqin tapalasi sigir ekan. Orqalari. Suti nechta ekan? Suti ko'p, 5 taga beraverman. 5 litr sutga berilyapti. Yo'q. Mana endi. 18 deyapman hammasiga. Savdosi nech bo'lyapti? Hamma farqi beryapti. 15 yarim. 18 million narx aytilyapti, 15 million, 15,5 million savdosi bo'lyapti zo'mlashlar. To'g'ri, novosmi, najimmi? Nechinchi bola? Birinchi bola bolasini novos ekan zo'mlashlar mana. Bola so'raganlarga. Yenilari ham go'zal ekan. Suti nechta ekan, to'g'ri? Suti nechta ekan? 6 litr sutga berilyapti mana. Mol bo'yi 125 plus chiqadi zo'mlashlar. Talalar ham chiroyli. 7 million 715 million. Domga nech pul berishdi? 21 yarim. O'z nech pul deyapsiz? 25. 25 million narx aytilyapti, 21,5 million savdosi bo'lyapti. Firmaga ham cho'rarkan, bitta xo'jalikka ham cho'rar. Kelajagi ham bor ekanda, zo'rnasi. Birinchi bola. Telefon nomeri aytiladimi? Telefon nomeri aytiladimi, to'g'ri? Ha? Ayting. 94lik 628 628 14 14 34. 14 34. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Yaxshisi kerak ekan.
Aziz obunachilar, yana bola-chaqalar qo'ldan kelgancha yoritib berdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarzida yetib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.